Питерге тема. Санкт-Петербург. Исторический город героев. Bu bolaning ismi Nikita. Assalomu alaykum. Hozir preobrazovaniyaga Питерdan ofis qarayapmiz. Shuning uchun ham keldim. Промежуток. С туалетом. Заходи. Итальянский лип. Итальянский, потому что он итальянцев сделал. Блин, это что? Shunaqa ofis. Minus. İkinci точка. No, menga plus minusdan 50 keldik, 50 na 50. Tak, yangi ofisga keldik. Mana shunaqa, mana ofis. Ofis ko'rgani keldim. Bu ofis mana bu zdaniya, orqamda ko'rinib turgan zdaniya. Panoramli oknalar. Qalbim yondi deydi-ku. Yonib ketdi qalbim. Уровень deydi-ku, уровень. Новый у нас блогер. İçi Я умаз. tворческий. Творческий, нормально. Lekin. Ko'rasizlar oxirida ito'g'ri. Assalomu alaykum. Men Arslonbek Almardonov. Preobrazovaniya kompaniyasi asoschisi. Kompaniyamiz 7 yildan beri musofir yurtdoshlarimizga Rossiya Federatsiyasida barcha kollej, universitetlarga kirishda yordam berib kelmoqda. Bizning studentlar hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasida qonuniy ham o'qib, ham ishlab yurishibdi. Xullas, agar siz ham o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, bizning kompaniya sizga bunda chin ko'ngildan yordam berishga tayyormiz. Murojaat uchun raqamlar ekraningizda. Endi esa videoni ko'rishda davom etamiz. Питерге тема. Санкт-Петербург. Исторический город героев. Bu bolaning ismi Nikita. Assalomu alaykum. Hozir preobrazovaniyaga Питерdan ofis qarayapmiz. Shuning uchun ham keldim. Промежуток. С туалетом. Заходи. Итальянский лип. Итальянский, потому что он итальянцев сделал. Блин, это что? Mana shunaqa ofis. Minus. İkinci точка. No, menga plus minusdan 50 keldik, 50 na 50. Tak, yangi ofisga keldik. Mana shunaqa, mana ofis. Ofis ko'rgani keldim. Bu ofis mana bu zdaniya, orqamda ko'rinib turgan zdaniya. Assalomu alaykum. Men Arslonbek Almardonov. Preobrazovaniya kompaniyasi asoschisi. Kompaniyamiz 7 yildan beri musofir yurtdoshlarimizga Rossiya Federatsiyasida barcha kollej, universitetlarga kirishda yordam berib kelmoqda. Bizning studentlar hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasida qonuniy ham o'qib, ham ishlab yurishibdi. Xullas, agar siz ham o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, bizning kompaniya sizga bunda chin ko'ngildan yordam berishga tayyormiz. Murojaat uchun raqamlar ekraningizda. Endi esa videoni ko'rishda davom etamiz. Питерге tema. Санкт-Петербург. Исторический город героев. Bu yerda pishirib qo'yibdimi sovuqda degan gapga videoni kuzatishda davom etasizlar, xudo xolasa. Har bitta qilinayotgan ishlarni hammasini bilib olasizlar. Shu ketishda xudo xolasa telefon qani 6 soat ketamiz. Soat 9da o'sha yerda bo'lamiz. Вообще to'xtamasdan gazni bosaveramiz, xudo xolasa. Kuzatishda davom etasizlar. Sheremetov aeroporti Iskandar akaning yurti adashmasam. Sheremetovda turadi Iskandar aka. Men charchadim, lekin hali yana 3 soat yo'l bor. Mana bu yerda juda chiroyli zakat bo'lyapti. zerikmaymiz. Tuğla bilan zaryajasiya qilganman.
O'zingiz mana bunaqa bo'laverishi bilan birdan suv olasiz, qultillatasiz, yaxshi bo'lib ketadi. 9 ga kirib borar ekanman, xudo xolasa. Ko'rishguncha. O'n chiroyli zakat bo'lyapti. Men Piterdaman. Hozir bir joyga boramiz. Bu joy как раз таки men nima sababdan Piterga kelganimni основной причинasi desa ham bo'ladi. Piterga nima sababdan kelganimni основной sababi. Hozir boraman, ko'rsataman sizlarga ham. Hozir biz keldik. Bunda menga mani og'aynim yordam beryapti. Bu bilan biz bir joyda o'qiganmiz. Bir kurs pastda o'qigan. Hozir Piterda yashab, Piterda biznes qilib keladi. Bu bolani ismi Nikita. Поздоровайся с аудиторией. Аудитория, всем привет. По-нашему, поздоровайся. Салам алейкум. Ну что, куда мы пришли? Пришли снимать офис Для чего? для прообразования. Нашим будущим партнерам и студентам всем привет. Вот так вот. Hozir прообразованиеga Piterdan ofis qarayapmiz. Shuning uchun ham keldim. Juda ko'p bizni hamyurtlarimiz Piterdan, Sankt-Peterburgdan so'ragandi. Hozir biz sentrdamiz prям. Biz keldik mana qidirgani. Mana nima bo'lar ekan. Kuzatishda davom ettiramiz. Промежуток. С туалетом уже отпадает. Заходи. Блин, итальянский лифт. Итальянский, потому что он итальянцев сделал. Блин, это что? Ни хрена себе. Движение. Еле 2 человека поместится. Ты чё? Еще говорят, итальянский лифт у нас, который Ну, очень... на итальянцев сделал, они маленькие же. Да, они уже долбанулись кто-то здесь. Там не снимай, они... Пойдем в офис. Вход в подъезд, да. Вот единственный минус я тоже тут вижу. Вход в подъезд мне вообще не нравится. Ну, menga честно yoqmadi. Подъезд yoqmadi. Подъезд там tualet qildi. И в принципе bu yerda hamma ofisda shunaqa ekan. А так ichkari уютно. Даже очень хорошо mana buni o'zimni xonam bo'lsa ham bo'lardi yoki naryoni yoki bu o'rta xonani, чтобы A tak hamma joyda mana shunaqa bir xil remont. Qolgan joylarda ichkarida odam o'tiribdi, videoga ola olmayman. Chunki авторский право degan gaplar bor. Shunaqa. Короче, bu joy чисто отмен. Заходите. Нарнию. Чего это? Заходи в наш шкаф Нарнию. Итальянский лифт. Все на итальянском. Mana shu momenti yoqmadi menga. Podъезд qanaqadir kvartirada minus. Ikkinchi точка. Mana shu точkaga kelyapmiz. Qaraylikchi nima gaplar bor ekan bu yerda. Katta biznes senter, ham juda katta biznes senter. Nikita og'aynimga yoqdi. Endi hozir men o'zim ham bir ko'raychi qani. Agar menga ham yoqsa, metrodan 10 minutlik yo'l ekan, bu yerdan besplatno har 10 minutda nima qatnar ekan? Besplatniy avtobus olib kelib bu yerga tashab ketar ekan. Delovoy sentrga. Пока bilmadim. Hozir boramiz, ko'ramiz. Mana shunaqa kirar joy ekan. Pasi торговый центр. Adam tepaga chiqadi. Тут без этого получается, без пропуска, да? Можно вообще, да? Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Защита из знакомых номеров. Это не он, скорее всего, а кто-то за него. Как сказал? Что скажешь? Я-то видел. Тут получается туалет на этаже, да, общая? А здесь что? Вот дверь. Тут шиты. А здесь, наверное, этот выход. Да. Щиток, да. Это, соответственно, эвакуационный коридор, например, да, то есть вы можно бежать туда, а также тут
коридор и доступ к грузовому лифту. Biznes-sentr kirishi shunaqa ekan. Zal ожидания, так дальше. Nima pastga bu yerdan ham chiqsa bo'ladi ko'chaga. Ikkinchi vходdan ham chiqsa bo'ladi. No, menga plus-minus там 50-50, 50 на 50, как говорится. Yoqqan joyi bizda hamma joyda bankomat bor. Po bankomatам можно не бегать, да? И ovqatlanadigan joylar ko'p. Кушать можно, да, везде? Много. Фитнес-клуб тут есть. То, что надо. Так, дальше ketdik. Hozir yana bitta joyimiz bor. O'shanga boraylik. Kuzatishda davom etamiz. Tak, yangi ofisga keldik. Mana shunaqa chiroyli ofis. Так, menga ofis juda yoqdi. Kirishda сразу uchta tualet. Juda chiroyli. Вообще, mana bunaqa chiroyli. То есть много там всяких мест. Там Mana bunaqa uzun koridor. Koridordan kirishda сразу же xonalar, ofisni chiroyli xonalar. И bu yerdan kuxnya o'ziniki. Дальше chiqamiz. Bu yerda зал ожидания desa ham bo'ladi, преобразование buyoqqa olsa ham bo'ladi. Bu yerda uzun xona. Возможно, bu yerda rus tiliga qilamiz. Rus tili там кружокlar разные o'tkazadigan. Там hamma narsa bor, yetarlicha. Oynalar ko'p. И mana bu eng katta xonasi. Bu yerda, скорее всего, движняк bo'ladi. То же самое doskalari bor. Zo'r plan yoziladi, hamma ishlar qilinadi. Короче, menga yoqdi. Zo'r. Скорее всего, mana shunda qolsam kerak. No, bu hali hammasi emas. Da. Короче, mana bu yerdan chiqasizlar tepaga. A bu yerda zumrad va qimmat bo'lardi-ku. Tepaga chiqasan, oldingda ikkita eshik keladi. Bittasi oq, bittasi qizil. O'zing tanlaysan qaysi eshikni. No, короче, esladinglar. Xafa bo'lmagin qizim. Senga bitta sovg'am bor. Yer to'lagach shaqol. Qarshingdan chiqar shundoq ikki eshik. Qora, oq. Oq eshikni tortib ochsang, bor oppoq sandiq. Короче, ну, подъезд. Скажи, Никит, подъезд. Заебись. Вот нет тут такого сырости. Посмотрите, плитка. Пыль даже нет. Он зашел там, на себе посмотрел. Посмотри, все как сделано. Все Здесь уютно. Уютно, да. Shunaqa gaplar do'stlar. Сколько тут от метро? Сколько идти? 10 минут. 10 минут? А что за метро? Черная речка. Черная речка, Здесь метро. автобусная станция для тех, кому нужен соцфонд. Много мест, где поесть, она сказала. Ну, в принципе, уютно. Я смотрю, прям не придираться к ней. Xayrli tong. Qutqib olgan bo'lsam kerak, sizlar ham уже не сдаемся до конца deydi-ku. Keldim. Qayerdasizlar degan savolga men ofis ko'rgani keldim. И bu ofis mana bu zdание, orqamda ko'rinib turgan zdание. Hamma o'zi tushundi. Shu mana shu yerda qaysidir joyi bor. Ofis bu biznes sentrdagi. Hozir kirib dalish ko'rsataman. Четвертый, пятый этаж у нас только на лифте, и по бокам пожарные лестницы есть, конечно, но они только на случай. Так, do'stlar. Ketdik. Kirish joyi. Panoramli oknalar. Bu tarafda кухня, рабочий стол, да? И также bu yerda то же самое. Ishlash uchun joy. Mana bu yerga ikkita рабочий stol ham qo'ysa bo'lar ekan. Комната руководителя. Вот что-то, нечто такое. Televizor, shkafchalar. Mana bu yerga kresloni olib kelamiz. Все, hamma ko'rinib turadi. Nima gap, nima so'z, nima bo'lyapti. Bu уровень emasmi bolalar? Ha? Bu уровень emasmi, который men xohlayotgan. Voy, mani zamlarim qayerda o'tiradi? Mana aporalarim. Mana aporalarim men bu yerda o'tiradi. Mana bitta devor bizda ajratib turadi. Mebel bilan berib oladi. Hammasi ichida. Tak. Ular hammasi o'zlari mebel qilib berar ekan. Kulchalar ham bor.
Dальше bu yerda aylanamiz. Bu yerda учебный klass qilsam ham bo'ladi. Mana bu yerga doska и кухня. Кухняda переговорный qilsa ham bo'ladi. Televizor osib berar ekan. Все для клиентов, как говорится. Shunaqa, bundaqa ishchilar, atmosfera, все как есть. Потолокчиlar красивый, ну элита. Narxiga keladigan bo'lsak, qancha deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozinglar. Men to'g'ri topganlarnikini laykini bosaman. Hozir chiqishini ham ko'rasizlar koridorni, o'shandan keyin baho bera olishinglar mumkin. Paka shunaqa. Men bu yerga logotiп bossak bo'ladi. Ketdik, dalish ko'ramiz hozir. Честно, у меня душа загорелась. Вот, Madina, qalbim yondi deydi-ku. Yonib ketdi qalbim. Уровень deydi-yu, уровень. Voy blin, shunaqa gaplar. No, miyani sovutamiz, o'zimizga kelamiz, выдохнуть qilamiz. Hozir nimalar bilan gaplashishimiz kerak? Buxgalterlarim bor, meni yeydigan. Pul yo'q turadi ular. Shuning uchun birinchi o'rinda ular bilan gaplashib, keyin уже решение принимать qilamiz. Qaror qabul qila olmayapman. Bunaqa paytlari bitta gap aytaman. Xudo o'zing to'g'ri yo'lga boshlamani. Yetar xayri yetarsang, faqat to'g'ri yo'ldan yurib ketay. Bo'ldi. Boshqa hech narsa deya olmayman. O'zini fitness zallari bor ekan. Ketdim. Fitness zal. Fitness zal. Yomon emas. Yaxshi. Hamma kollaboratsiya ichida. И фитнес, и это, и то, и другое. Все, короче. Метро площадь Александра Невского. Birinchi выход. Деловой центр. Katta деловой центр. Moskovskiy деловой центрga keldik. Yonidagi торговый центр. Shu yerdan hozir bir nima ko'ramiz, xudo xohlasa. Nima bo'lar ekan, nimaga yetsa ekan. Вот, mana shunaqa xonada yerda shkaf. Yerda bunaqa vid. И bu birinchi xona. Вторая комнатада ikkinchi xona bu. Ko'cha tomondan kelishdi. Все. Demak, parkovkani to'laymiz. Senator yozuvini ko'ryapsizlar. Parkovka оплачена. И biz biznes-sentr senatorga keldik. Hozir endi kiramiz, xudo xohlasa. Shunaqa vxод. Yana ofis ko'rganman. Charchadim, честно. Eshikni ham yopman men. Kalla ketib qoldim. Assalomu alaykum. Новый у нас блогер. Yaxshimisiz? Charchadingiz bo'lyapti. Знаем, наблюдаем, лицо знакомое. Qani, qayerga keldingiz? Men bilmasam chaqirdik-ku. Shu yerda o'ynayapsizmi? Qarang, bu biznes sentr Белый остров. Lekin bizniki mana bu. Qaysi? Qarang, eng yoqqani mana bu bo'lsa zo'r bo'lardi deb turdim. Chunki bu yerda biznes sentrda все-таки Lekin bu yerda dostlup 24 soat bormi, yo'qmi? 12 gacha beradi любой biznes sentrlar. Aha. Вот, bu yerda bitta narsasi, во-первых, metrogacha 12 minutmi, 13 minutlik yo'l ekan. Piyodami? Nabережныйdan o'tib kelar ekansizlar. Piyoda. Aha. Parkovka mana bu yer hozir bugun shunday bo'lib turibdi, sababi bugun yakshanba. Vxод mana bu yerdan. Lokatsiyaga nima deysiz? Просто menga жилой kompleksligi yoqmayapti. Men endi ofisimni ko'rgansiz-ku, движ-mish, kish-mish, ana u охраналарда chiqib keladi-da, nimalar. Hozir siz topganingiz shu. Shu yana bittasi bor, uni ham borib ko'ramiz. U senator. Деловой центр senator deyiladi. Da? Da. Nechinchi etajda? 3. Eng tepasi. Tak, mana shu yerda. Ona mana bunda bosishingiz kerak, ochish kerak yoki kimdir tushib ochish kerak. Hozir ko'rasiz o'zingiz, mana shu narsa demang. Sizdan mana ayting. Qancha? 95. 95 bor. Da, lekin effektivniy 95 emasda, koridor ham yeb qo'yapti. Summasi? 170 ming. Здрасте. Okay. Хорошо. Mana kirishi. Aha. Nima deysiz? Mana shunaqa kirish. Shu yerdan 3-chi. Podyezdda bo'ladi. Ha. Bu 1 2, ha?
Вам 2. И дальше уже 3. Mana bu. Очень чисто могу. Открывайте там. Да, очень. Kiring. Bir tuvalet var mı? Туалет, ванна, да. А ванны нет. Это типа гардероб. Да. Мамам бер. Birinchi xona. Ну, burchakda кухня. Кухня. Да. Альбом она руководителя она был. Скорее всего. Да. 5 шкаф мы. Ну да, гардероб там туда-сюда. А мы классрум. Там доска, balobatlar. İçi yaxshi kirib kelishi. O, dadangizga rahmat dedi-ku. Ana shu narsasi yoqmayapti, meni ikkilantiryapti. Bir отдел продаж. Да. Mana shu yer отдел продаж, mana bu yerda katta преобразование nimasi bo'ladi? No, kirish. Kirishi. Metronun yonida emas. И плюс к этому метроning yonida emas, да. И shuncha summaga shu yeydimi, yemaydimi? 90 kvadrat desa, 170 ming. Ha? Sizga ham yoqmayapti-a kirishi? Meni ko'nglimga o'tiradigan joy, meni o'zimni Moskvadagi ofisim bor-ku, ana shunday движняк bo'lsa. Bu yerda nimalar bor? Короче, biz shlagbaumdan chiqib ketamiz-ku. O'sha yerda shunday ko'rgan bo'lsangiz, Cadillac, Mercedes, ana uzun cho'g'lar turadi. O'sha yerda jinni odam bor. Скорее всего, либо u logistik, либо же shu kattasi shu yerda. O'tgan kuni bir marta meni ular qanday qilib, hozir istoriya aytib beraman. Договор подписаться qilgan chiqib ketganimda, ular chiqib kelayotgan ekan как раз таки. O'shanda охранасы, "Mashroq ambollar." Endi men o'zim ham kichkina emasman-ku. Men ularni oldida o'zimni lilliput his qildim. U kelyapti, mana shunaqa staytlar. Nima qilyapti-da? И shunday qarab, endi bunday unga o'girlamanda, "Ахуел" demoqchi edim-da. Qarasam, mana shu yerdan shunday avtomat osilib yotibdi. Mana bu yerda. Извините deganimda bilmay qoldim. Ikkinchi ana ular kelyapti, mana shunaqa xuddi prezident olib chiqqanday olib chiqib ketyapti-da. Bu sizni naborot motiviringiz qiladi, tushunyapsizmi? Ikkinchi martasida biz obeddan qaytamiz, уже ko'chada. Cadillac turibdi birinchi o'rinda, orqasidan ana Mercedes, Juk. O'sha Mercedes kelib turibdi, bir yosh, akaga o'xshagan xrupki insonda, bunday jentlmenga o'xshagan odam. Ne, u такой hammaga kulib mana shunaqada. Такой kulib chiqyapti. Oldida уже 4 ta parametrda 4 ta odam egalladi. Men yurib kelayman-ku. Menga qarab ana undaq qurratdi. Ana охрана zo'rgich qilyapti-da meni. Bundan qaradimdan o'ga. Shivani to'shtalida binoga o'tib ketyapman-da. Что ты меня дергаешь? Xuddi shunaqa, nima deydi? U yoqda vibe bor. Chiqasiz. Kazoklar. Xil mashinalarda. Yo'q, ber mana yomon emas. Ichi. Ichi. Bu yomon emas. Творческий. Творческий, нормально. Lekin bor. Lekin mana shu окружение. Kirib kelishi, metrodan uzoqligi. Metro qaysi tarafda? Ha? Metro qaysi tarafda? Naryoqda. 15 minut dedingiz metroda? Metro mana-da. Черная речка. Получается, Черная rechkada? Да. Bil, tushundim. Qayerda bilaman. да, hozir bunday o'tib, bu yerdan olish kerak. Berga первый последний berasiz. Да, agar vdруг menga bitta ofis chiqib qoladigan bo'lsa, последний месяцim сгорает. Chunki men срочно yoqqa o'tishim kerak bo'ladi, baribir. Siz qani, nima deyapsiz? Buni olaman deyapsizmi? Ichiga kirsam o'g'im kelyapti. Ichiga kirguncha bo'lgan joyda mana hozir hamda podezyulda xlor hidi bor, ko'ryapsiz. Menga unaqa narsalar yoqmaydi. Как будто bu yerga kelsam, men ofisga emas, kvartiraga kelayotganday bo'laman. Atak, men bor, hamma narsani qilib Hamma narsa bor. Hozir siz bundayda boshqa joy olsangiz, ularni hammasini olasiz-da, sotib olasiz. Yana pul tutasiz. Sizga ko'rsatdimmi yo'q mana uni Vasil Ostrovskiy degan. Vaskanga. Mana buni ko'rsangiz ham bo'ladi yana bitta senatorda. Qarang. O'zida ofisda. Да, вот обсуждаем. Да, unga o'xshab ketadi. Мы вас не задерживаем. Нет, если надо, это Да. садитесь. Sizga o'xshash ko'tar ekan. Mana bu ichini men nima qilib yubormoqchi edim. Mana tashqarisi coworking bo'lsa, mana bu ichi classroom. Qarang qanaqa. Cena разница 70 ming. Kvadratura-chi? 123. Даже katta bu yerdan. Mana shuni ham borib ko'rsatsammi deyman. Bunga 100% yoqadi deysiz. Metrochi? Metro yonida, kirish qarang. O'zbekiston va yotibdi. Mana boshqa gapda qarang. Kirayotganingizda как бы через пропуск. Boshqada уже. Liftini qarang buni. Cena вопроса 70 ming. Bu значит 230 mingda. 260-270 ming bo'lyapti-da. Hamma narsasi bilan. Parkovka, markovka, balobatlar. Bu qaysi metroning yonida? Bu mana bu. Centerda-da.
Chkalovskiy metroni oldida. Ну как, тоже 6-10 minutlik yo'l. Bu yerda faqat mana bir parkovka emas. Men bu yerdan kirib mashinalarni tashlash kerak, o'zini parkovkasi bor ichida. Podzemda. Ko'rsangiz bu yerda hozir o'zi ham ko'rsatadi. Bunga lekin mebel, da. Tuqqasizda bunga? Parkingi. Mana bunaqa verandalari bor, если что-ga-da. Bu yerda vibe. Вот этот vibe существует. Hozir biz ko'rayotgan mana bu. Не. Biz ko'rayotgan mana bu da. Bilasanmi, Arslon? Qalay, meni dunyomga xush kelibsiz. Lekin bu ichi yaxshi, Organ chiroyli. yo'q direkt, Ha? yani ichida. İçi yaxshi. Loft svet, chiroyli. loft. Loft stili. Kirib kelish. Bu yerda nechta kompaniya ishlaydi? Qayerda? Shu yerda. Hech kim. Bu etajda hech kim Hech kim ishlaydi. Pastachi? Hech kim. Ну, stoloviylar bor, u ko'chadan chiqib qilinadi. Yo'q, men ikkinchi etajda ham. Yo'q, hech kim yo'q. Yashaydi odamlar. Narigi tarafi dedi, nima, otel или там yotadigan joylar. Gостиница, da? Faqat narigi tarafdan kiriladi. Bu yerda vход bitta sizlar uchun debdi. Ha, da, no. Da. 24 soat ochiq Hmm. sizga. Yotib qolsangiz ham bo'ladi deydi. Da? Lekin biling, ishxonada yotib bo'ladimi? Yo'q, endi Topsa bo'ladi. Mana bir bor-ku, kvadratingizni o'ldirgan. Mana shu yer. Buni olib qaraganda 3 xonali kvartira. Bu shkaf, просто garderob. Уборщикda o'zim gaplashishim kerak. Ну, короче, uyimga как ухаживать qilganda ухаживать qilishim kerak. endi bo'sh. Lekin yomon emas. Mebellar hammasi bormi bularda? Bor. Ha? Bor. Beradi-da. Hamma narsa bilan beradi. Odamlar kelish qanday bu yerga? Питерлик bo'lganda aytardim. Вот именно петербуржцев позвал. Yo'q, Вроде бы да. Mayda вроде бы endi. нет. Любой kimga kerak, любой joyga topib boradi. Да. Любой joyga. Ya'ni u siz fast food bo'lsangiz ekan-ku, ko'chada o'tayotgan odam, u kirsada, misol, chaqirib olasiz-ku ularni bittasi. Chaqirib olganingizga yarasha boshqacha bo'lish kerak-da. Mana masalan, O'rgatish kerak, o'rgatish uchun to'g'ri. odamlarda bunday bo'ladi. Kirib keladi, keldik, 3-etaga chiqadi. Ha, yaxshi ekan-ku deydi. Tushunyapsiz? Chiqquncha Ha. bir напряжение bo'ladi, Ha. tushunyapsizmi? Ana bunda kirishidan уже такой stil, vibe. Menga bitta nima deydi klientim? Bilasizmi? Ofis topolmayapman desam, ko'p-ku deydi. Mana shaurmalarni oldiga bir xonali deydi, ochib olgan ko'plar deydi. Men aytdim, men dedim 1 yilga kelayotgan bo'lsam ekan sizlarning oldinglarga, sezonda pulli qilib qochishga. Это другое дело. U ularning stili. Meni stilimda deb tashlab yuborsam, yoki уровень zimdaligini bilmayman deb qo'yadi. Ya endi dalshi. Mana bundayda qarang, bu yerda olsangiz, bu yerga odam chaqirasiz, dalshi bo'lishi, расширениyaga ketsangiz, sizga bu yetmaydi. Kichkinada. Невыгодно. Dalshi o'sishi ham o'ylashsiz kerak-da. Anu 123ligi yoqda и classroom, и balo, и battar. Lekin u yerda prям жестко ishlab berish kerak, 1 sezon, 2 sezon. Qattiq ishlab berish kerak bo'ladi. U даже meni u ofisimdan sal klass kattaroq. Unda senator bor-ku, hozir yoqqa ham olib boraman agar просто vizualni ko'rishingiz uchun. Короче, ko'rasizlar-da oxirida итогini.